Hürmetli vatandaşlar, leksiyalarımızı davamlaştırırız. Bugünkü sağış 2020 yıl 7. ayının 15. günü haftiga çarşamba. Endiki mavzumunda vatandaşlar. Yuan Gongyi Amerika'nın Cungoni imborga qilishinin ahirgi maqsadi Kompartiyani yo'qotishdir. Deb ko'rsatdi mavzular xabar 7. ayının 15. günü Cungoga nazar orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Trump Hong Kong avtonomiya qonuniga yangi imzo qo'ydi. Ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib Amerikaning Hong Kongga bergan alohida imtiyozini bekor qildi. Hong Kong bilan Jungoga o'xshash muomala qiladigan bo'ldi. Hong Kongda Jungoga nazar torbitining muxbiri Amerika bilan Hong Kong o'rtasida voiza qilib yurgan Al-Aro elchi Yuan Gongyini ziyorat qildi. Yuan Gongyi mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın Cungoni imborga qilishi bu bir umumyuzlik plandır. Ahirgi maqsad Jungo Kompartiyasini yo'qotish. Undaq bo'lmaydi ekan, bu yovuz hokimiyat Jungo Kompartiyasi hokimiyati Amerikaga abadiy tahdid soladi. Energiya jihati qamal qilib xalqaro kuchlar bilan birlashib Jungoni imborga qilish. Yuan Gongyi mundaq ko'rsatdi. Amerika hukumatining Jungo Kompartiyasini umumyuzlik imborga qilish plani bor. U mundaq ko'rsatdi. Amerika hukumatining 2 nafar davlat bexatarligi maslahatchilari o'tgan haftaning shanba kunida Yevropani ziyorat qilib, Yevropa bilan Amerikaning o'rtaq ilgarilishiga haydashchilik qildi. U yana mundaq ko'rsatdi. Hong Kong amaldorlari Angliyaning imborga qilishidan bak qo'rqyapti. Amaldorlarning mutlaq ko'p qismining mol-mulki Angliyada. Agar Angliya imborga qildigan bo'lsa, Hong Kong amaldorlarining hayotlik yo'li kesiladi. Şuna bu qatam Yevropani ziyorat qilguvchi amaldorlar Angliya bilan Yevropani ittifoqlashtirib, Jungo Kompartiyasiga tashabbuskorlik bilan zarba berdi. Yevropa moslashib berishi kerak. Biroq Germaniya Jungoga nurg'un mashina eksport qiladi. Moliya yo'lining uzilib qolishini xohlamaydi. Şuna Germaniyaning Jungoga nisbatan ifodasi ojiz bo'lib kelyapti. Ojiz bo'lib kelyapti. Imborga qilishga kelsak, Yuan Gongyi Amerika qo'llangan choralardan Jungoni qamal qilishni tahlil qildi. Jungoni qamal qilish, ya'ni dengiz qatnash yo'lini qamal qilish. Jungoni energiya bilan ta'minlash yo'lini uzib tashlash. Omunda ko'rsatdi. Kelgusida Janubiy dengizda qamal qilish xarakterlik to'qinish yuz berdi. Jungo armiyasining Janubiy dengizdagi xada tashlardan chekinishiga majburlaydi. Ya'ni hozir Janubiy dengiz to'g'risida bayonot e'lon qildi davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Endi bu yerda bu odam ishga o'tirda qatnayotgan odam, Shanganli Amerika o'tirisida cho'ng so'ydigar. Amerika siyosat sohasiga bilan buning munosabati Yuan Gongyi degan odamning intayin quyuq Shanganli so'ydigar, imorat tijorat so'ydigari. U munda ko'rsatdi. Kelgusida Janubiy dengizda qamal qilish xarakterli to'qinish yuz berdi. Jungo armiyasining Janubiy dengizdan yana xada tashlarni chekinishiga majburlaydi. Növbətdə bütkül elishish noqtasi Tayvan emas, balki Janubiy dengiz bo'layotidir. Janubiy dengizning xatarlik rayon bo'lib qolish fursati bor. Yuan Gongyi yana mundaq ko'rsatdi. Amerika, Yaponiya, Koreya Tayvanni neft bilan ta'minlaydi. Avstraliya neft bilan ta'minlash Indoneziyaga tayinlidir. Jungoning xam neft masalasi bu bir ojizlikdir.
O tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika bu orqali Jungoga zarba beradi. Növbətdə Jungo bilan İran iqtisodiy bexatarlik kelishimi imzoladi. İran Jungoni xom neft bilan ta'minlamoqchi bo'ldi. Jungo İranning elektronlik sanoatiga mablag' salmoqchi bo'ldi. Bundaqda bu ish Amerikaga chekilganlik bo'lib hisoblanadi. Yaqinda oshkorlandi Amerikaning Xitoy bilan Jungo bilan İranning munosabati. Bu munosabatdan qaraganda bular birlashib Amerikaga ovorchilik paydo qiladigandek turibdi. Chunki İran İsrailga va O'rta Sharqqa intayin zo'r tahdiddir. İvan apandi mundaq tahlil qildi. Amerika İranning Jungoni neft bilan ta'minlash yo'lini uzib tashlaydi. Üzüb tashlaydiganlar bo'lsa, Jungo Amerika munosabati ayrilib ketish degandek mundaq oddiy ish emas, balki Jungoni butunlay qamal qilish deganlikdir. Növbətdə Amerika Davlat Məclisinin a'zolari Tayvanning egilik huquqini e'tirof qilish talabini o'tirib qo'ydi. Hindiston ham Jungoni embargo qilishga boshladi. TikTok yani WeChat tartiblarini to'xtatdi Amerika va Hindiston o'xshashli vaqtda. Yuan Gongyi mundaq dedi. Har tarafdan Jungoni birlikda embargo qilish, bir necha tarafdan chingitish, pul muomala bo'yicha, pul birligi bo'yicha birining kaynidan biri yetib keladi. Oldimizdagi 100 gün içinde to'lama qiziq o'yinlarni ko'rishimiz mumkin, dedi Yuan Gongyi apandi.